Assalomu alaykum aziz do'stlar. G'ansha Rahmatullayevning Odam bo'laylik podkastini Mahallada Dudu gap sahifasi o'z ishini davom ettirmoqda. Bundan birozgina avval o'sha ijtimoiy tarmoqda men bir oliy o'quv yurtini rahbari o'sha mahalliy aholidan talabalarga yordam berishini so'raganini ko'rib qolgan edim. Ya'ni joy bilan ta'minlash borasida. Bir qarashda albatta bir savob ish qilayotgandek, ya'ni talabalarga yordam berayotgandek. Lekin ikkinchi tarafdan bunday yaxshilab o'ylab qaraydigan bo'lsak, o'quv yurti har yili nechta talaba qabul qilishini oldindan biladi-yu. Nechta o'rin borligini biladi-yu. Lekin yotoqxonada deylik 4-5 barobar o'rinlar kamroq. Demak, o'sha kelayotgan talabalarni uy-joy bilan ta'minlash masalasini oldindan ko'rib chiqish iloji yo'qmi? Bu nafaqat bitta o'sha universitetda, balki boshqa universitetlarda ham xuddi shunaqa ahvol. Men nazarimda talabalarni o'zingizga chorlayotgan bo'lsangiz, o'zingizga jalb qilayotgan bo'lsangiz, ularga qandaydir sharoitlar ham oldindan tayyor bo'lish kerak. Bu o'sha video taxminan sentyabr boshlarida chiqqan bo'lsa, o'qish boshlanadigan payt u. Nahotki shuncha vaqt bo'la turib yozib bilan. Bugungi kunda juda ham qurilishlar ko'p, balki bir necha universitetlar birlashib, balki qandaydir o'sha yangi qurilayotgan imoratlardan birini ijaraga oladimi yoki bo'lmasa sotib oladimi? Har holda davlatimiz qashshoq emas u, Xudoga shukr. Mana shu talabalarga imkoniyat yaratib berish mumkin-u degan savol tug'iladi. Ikkinchi masala, har bir universitetimiz har yili juda ham ko'plab turli mutaxassislarni chiqarayotgandek. Lekin nimaga barcha talabalar Toshkentga kelyapti, nimaga viloyatlarda o'qimayapti desa, u yerda o'qish darajasi yo pastroq yoki o'qituvchilar yetmayapti deydi. Shuncha o'qituvchini har yili chiqaramiz, lekin baribir o'qituvchi yetmayaptimi? Nahotki shunchalik universitetlarimiz ko'p. Men nazarimda albatta mana shu mavzuni bir ko'rib chiqish kerak. Ya'ni talabalar o'z uyidan, ya'ni o'sha qaysidir viloyatdan Toshkentga kelib, bu yerda qiynalib o'qigandan ko'ra, o'zini viloyatida, o'zini uyida o'qish uchun sharoitlar yaratib bersak osonroq emasmi? Nahotki shuncha universitetlarimiz, shuncha oliygohlarimiz ishlab tayyorlayotgan mutaxassislarimiz yetarli bo'lmasa yoki ularni bilim darajasi yetarli darajada emasmi? U holda yana o'sha universitetlarga savol tug'iladi. Shuncha studentlarni, ya'ni shuncha talabalarni chiqarayotgan bo'lsangiz, ular talabga javob bermaydigan bo'lsa, unda nimaga ularni chiqaryapsiz? Ilgari, misol uchun, maktab bitirgandan keyin kimdir oliy o'quv yurtiga kirishni xohlardi, istardi, o'zi kirardi. Kimlardir o'qigisi kelmaydi. Hamma ham o'qigisi kelavermaydi. Lekin ular uchun professional texnik o'sha bilim yurtlari bo'lardi, texnikumlar bo'lardi. Bugungi kunda hamma misol uchun yurist yoki bo'lmasam san'at xodimi yoki bo'lmasam shifokor bo'lgisi keladi. Yo'q, hammasi yaxshi. Lekin oddiy elektrik, santexnik yoki boshqa kasblar, slesar, tokar kabi kasblarni o'rganadigan joylar ham bo'lishi kerak-ku. Misol uchun kimdir oliy ma'lumot olmasdan qo'li bilan qandaydir bir kasb egasi bo'lmoqchi. Lekin ular uchun imkoniyat yaratib beraylik. Men nazarimda aynan mana shunday. Ya'ni o'sha ta'lim tizimiga birozgina qanaqadir boshqacha yondashish kerakmi? Turli o'sha yo'nalishlarda sifatli o'qituvchilarni balki jalb qilish kerakdir, agar o'zimizda bo'lmasa. Har holda o'zimizda chiqarayotgan o'sha mutaxassislarni ham darajasini yuqoriga ko'tarishga harakat qilishimiz kerak. Misol uchun oddiy misol, super kontrakt degan tushunchani to'g'risi sal tushunish qiyin. Ya'ni imtihon topshirayotgan paytda imtihondan o'ta olmagan, qabul qilib aytadigan bo'lsak, ikkicha, lekin ko'proq pul to'lasa, baribir o'qishga kirib ketadi. Ungacha 10 yil maktabda o'qimagan odam institutga kirib yoki universitetga kirib, o'sha 4 yil yoki 6 yil ichida nimadir o'qiydi deb o'ylaysizmi? Menimcha yo'q. Lekin super kontrakt to'ladimi,
o'qishga haqqi bor. Ilgari imtihondan o'ta olmadim, bo'ldi, yiqildi. Keyingi yil tayyorlanib kelsa agar kira olsa o'qiydi, bo'lmasam yo'q. Shunda o'sha oliy o'quv yurtini bitirgandan keyin nisbatan yaxshi mutaxassis chiqardi. Hozir institut diplomini o'sha super kontrakt bilan o'qiganga ham, yaxshi o'qiganga ham bir xil diplom beryapmiz. Keyin esa hayron bo'lamiz, nega bizda mutaxassis yo'q. Gapirsa albatta gap ko'p. Albatta bu gap ko'pchilikka yoqmasa kerak va o'ylaymanki, hozir ham o'tirib olib aqllilik qilyapti o'zicha deydiganlar ham bo'ladi. Ammo yaxshilab o'ylab qaraydigan bo'lsak, nahotki gaplarim noto'g'ri. Nahotki biz ertaga yomon darajadagi yoki saviyasi past mutaxassislarga kunimiz qolishini xohlaymiz. Hali eskilar aytardi, kunimiz kinnachalarga qoldi. Nahotki shunday mutaxassislarga kunimiz qolishini xohlaymiz. Yomon, hammasi yomon deyotganim yo'q. Orasida juda ham kuchli, yaxshi, zehnli talabalar ham bor. Keyinchalik ular ham yaxshi mutaxassis bo'lib chiqyapti, lekin aksariyati keyin yana chet elga ketyapti. Chunki chet elda ularga ko'proq pul to'lashyapti. Bizda kim qolyapti? Chala o'qigan yoki umuman o'qimagan mutaxassislar. Menimcha vaqti keldi. Biroz mana shu mavzularga jiddiyroq qarashimiz uchun. O'z fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin izohlarda. Omon bo'linglar.